Farzandimiz yoshligida qichab uyga keldim degan telefonni ushlaverdi. Kompyuterda ham o'tirgan joyida ham kerak bo'lsa mani telefonimni o'chirib qo'yadi. Shunaqa anolari, programmalari ham bor ekanda endi. Qo'liga notebook berdim. Qani bola nima qiladi? Notebookni ham olib turib, notebookda o'zicha nimalarnidir skachat qilib boshlab, Natijasini ko'rdik, Allohga shukr. Men farzandim shu sertifikat oladimi deb o'zimda xayol o'tdi, lekin harakat qilsa erishishiga ishonardim. Ancha izladik, lekin IT qayerga o'qisa ham bormikan, yo'qmikan deb. Kompyuterga uncha ko'p yozishni bilmasdi. Hozir shunday yozadi, o'zim hayron qolaman inagda-da. Birinchi dars tayyorlashga shu sensorikanda shu darslarim bor, shularni qilib olay degandan o'zim sezaman, shu yo'nalishga qiziqishi bor. Deganimizda endi mana shu joyda eshitdim. Juda yaxshi oziq berishdi. IT sohasiga qiziqqanligi sababli sensorika o'quv markazini tanladik. Uchta yo'nalishda bitirdi, ikkita xalqaroga chiqdi. Kompensatsiya ham oldi. Ana nima deydi? Endi kompensatsiya uni mehnati, hali aytdim-ku. O'zi shunga boraman, shunga intilishlari ham bor edi-da. Vaqti bekor o'tmayapti, qiziqqan narsasi bilan shug'ullanyapti. Odam o'zini qiziqqan narsasi bilan shug'ullanishi ham dam olish ham ishlash deydi-ku. 2.700.000 dan pul tushirdi yerda. 2 marta ham. O'zimiz to'lagan summamizni 60% qaytarib o'zimizga berdi. Birinchi qilgan ishi shu oilasiga, apasiga, ayasiga qarshi podarka qilibdi. Juda xursand bo'ldim bundan. Biz yaxshi ko'rib tanlagan sohasida ketayotganidan xursandman. Hozir IT yo'nalishi bo'yicha ketaman, shu dasturlash bo'yicha ketaman deb aytadi. O'qishga hech qachon qarshilik qilmaymiz, o'qiyman desa. Sensorika o'quv markaziga katta rahmat, o'g'limni shunday natijalarga erishtirganlaringiz uchun. IT bilan bog'liq yo'nalishda dada surati zo'r bo'ladi deb aytdim bo'ldi, o'g'lim. Senga ishonaman. Eng asosiysi farzandim vaqtini bo'sh o'tkazmay, isrof qilmay, ilm olib, kelajakda mana shu xalqimizga, yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lishiga sababchi bo'layotganlar uchun katta rahmat aytaman sizlarga.